Sharq Turkistonning Qashqar shahrida xotirlanganligi ilgari surilgan rasm va videolarda Xitoylarning masjidni ko'ngil ichish so'rini qilib olganligi o'ttirib chiqdi. Xitoylarning sistemalik irqiy qirg'inchiligi oshkorlangan suratlarda bu masjidning sayohat manzil rayoniga aylanganligi va uningda Xitoylarning haroq ichib bazmi qilayotganligi ko'rsatilgan. Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonda necha yuz yillik masjidlar Xitoy Kompartiyasi tomonidan vayron qilindi. Binokorlik uslubi va hajm bilan kishilarning diqqatini tortilgan ba'zi masjidlar sayohat nuqtalariga aylantirildi. Xitoyning Shein, Temu qatorliq tor savdo shirkatlari Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonuniga parvo qilmay, Uyg'ur rayonida ishlab chiqarilgan bir qism mallarni Amerikaga sotishni davomlashtirib kelmoqda ekan. Xabar qilinishicha, Isroiliyaning Tel Aviv shahridagi ultra uchur bir taraf qilish o'rni Uyg'ur rayonida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Temu orqali Amerika iste'molchilariga yetkazilayotganligini aniqlab chiqqan. Bu mahsulotlardan oz deganda 10 xil Uyg'ur rayonidagi shirkatlar ishlab chiqargan yoki sotgan mahsulotlar ekan. Ularning ichida Sapmikash, Qorkuzayna qatorliqlar bor ekan. Ultra uchur bir taraf qilish o'rnidagi mutaxassislar buni Amerika yo'li qo'ygan Xinjiangdan kirgiziladigan majburiy emgak mahsulotlarini cheklash qonuniga xilof deb ko'rsatgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Xitoy ziyorati haqida to'xtalib, Amerika Xitoy bilan hamkorlashib, ikki davlat munosabatini tadrijiy muqim taraqqiyot yo'liga menishi kerak. Ikki davlat bir-birini hurmatlashi, tinch birga yashashi, teng foyda oladigan hamkorlik uchun tirishishi va o'zaro moslashishning to'g'ri yo'lini izlash kerak degan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Afrika davlatlari qurgan tinchlik tashabbusi vakillari o'mki bilan ko'rishib, Rossiya-Ukraina urushi haqida fikr almashtirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu o'mak oldingi kuni Ukraina prezidenti Zelenskiy bilan ko'rishgandan keyin Sankt-Peterburgdagi Konstantin sarayida Putin bilan ko'rishgan. Vakillar o'makiga Afrika birlashmasining raisi va Komoros prezidenti Azali Assomani, shundaqla Janubiy Afrika prezidenti Cyril Ramaphosa, Signal prezidenti Macky Sall, Zambiya prezidenti Hakainde Hichilema, Misr bosh ministri Mustafa Madbuli, Kongo va Uganda davlat boshliqlari qatnashgan. Egilishicha, Saudiya Arabistonning Tehrondagi bosh elchixonasi va Mashhaddagi konsulxonasi Qurbon hayitidan keyin ochildi ekan. Egilishicha, bu masala Saudiya Arabiston tashqi ishlar ministri Faysal bin Firxonning Iran poytaxti Tehronda Iran tashqi ishlar ministri Husayn Amir Abdullahyan bilan bo'lgan ikki taraflik uchrashuvda muzokara qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Saudiya Arabistondan Ironga eng oxirgi tashqi ishlar ministri darajalik ziyorat taxminan 17 yil ilgari ilib berilgan. Xitoy davlatlik yadro bexatarlik idorasi Shanxay qo'llanishchan fizika institutiga davlatning tunji tori reaktori uchun mashg'ulot ijozatnomasi bergan.